Assalomu alaykum hammaga. Kamerada to'g'ri joylashdimi? Muammo bo'layotgan bo'lsa aytib yuboringlar. Mana shu sal qulayroq ekan, odamlar kamroq. Bemalol fikrimni aytib o'ta olaman. Xo'sh, assalomu alaykum hammaga. Xo'sh, bugun kuch haqida gaplashmoqchiman sizlar bilan. Ya'ni jismoniy kuch haqida. Hozir ko'pchilikka qiziq bo'lgan O'zbekistonda rivojlanib kelyapti bodybuilding sohasi. Ijtimoiy tarmoqlar to'la, hamma trenerlar o'zini bilimini ulashyapti internet orqali. Yana rivojlanib kelyapti boks, kurash va marafonlar ko'p hozir rivojlanib kelyapti. Buni ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'p kuzatib qolyapman. Menda ko'p shular chiqyapti, shular kuzatib qolyapman. Bu sportlarga o'zim ham qiziqaman va aktiv ravishda shug'ullanib boraman. Ko'pincha bodybuilding, boks bilan va vaqtim bo'lganda o'sha yugurishga chiqib turaman. Ya'ni marafonda qatnashish uchun, ya'ni chidamlikni oshirish uchun. Hozir meni videoni asosiy mantig'i bu emas. Mantig'i men qanaqadir faktlarni yoki sport sog'lik garovi degan gaplar gapirmoqchi emasman. Bugun sport haqida erkakchasiga gaplashamiz. Ya'ni sport kuch haqida. Aynan fizik, bizni mexanik ishlashimiz, ya'ni tanadagi insonning muskullari ishi, katta hajmli bo'lishi, shu haqida gaplashamiz. Xo'sh, o'zim aktiv ravishda bodybuilding bilan shug'ullanib kelaman. Sport menga yoqadi. Xo'sh, bu sportda sog'lom qismini olishlik kerak-da, nosog'lom qismini umuman foydalanmaslik kerak. Ya'ni inson sog'lom, kuchliroq, baquvvatroq bo'lmoqchimi? Demak, o'sha bodybuilding bilan shug'ullanish kerak. Ovqatlanishni to'g'irlash kerak. Va bo'ldi. Shu o'zi yetarli. Men o'zim hech qanday oziqa moddalar, qo'shimcha moddalar ichmayman. Va bodybuilding bilan shug'ullanaman. Dietaga ko'proq harakat qilaman amal qilishlikka, lekin baribir buziladi, orada chiqishi yo'q. Lekin o'zimni baquvvat, kuchli, ishonchli his qilaman. Ko'chada, umuman inson hayotida, erkak kishini hayotida o'sha o'sib ulg'ayotgan paytlarda, masalan meni yoshimda 20-25 yoshlar atrofida ko'pincha uni ishonchliroq qilib ko'rsatadigan, uni kuchliroq qilib ko'rsatadigan va bir ishni oxirigacha yetkaza oladigan qilib ko'rsatadigan va uni duxi baland, ishonchi baland va atrofida yaqinlarni himoya qila oladigan va hurmatli inson qilib ko'rsatadigan birinchi o'rinda erkak kishidagi bu sifat, bu uni kuchli bo'lishi, ya'ni jismonan kuchli bo'lishi, aqli kuchli bo'lishi, aqli rivojlangan bo'lishligi bu birinchi o'rinda, to'g'ri. Lekin shu bilan birgalikda muskul rivojlanganligi, umuman fizически kuchli bo'lish bu erkak kishi uchun, yigit kishi uchun juda katta ahamiyatga ega. Nafaqat bu muskul katta qilib qanaqadir e'tibor qozonish va shu bilan birga bu hurmat degani. Siz qanaqadir kuruglarda yuribsiz yoki nimadir universitetda o'qiysizmi yoki boshqa joydami yoki maktabdami, shunda inson baquvvat bo'lsa, kuchliroq bo'lsa, uni
atrofdagilar hurmat qilishadi. Bu bilib bilmagan holatda insonda realniy bo'ladigan holat. Buni biz inkor qila olmaymiz. Hurmat qozonadi. Ya'ni o'zini ishonchi bo'ladi. Biror bir ish boshlamoqchimi, biror bir ish qilmoqchimi yoki kimdir uni shaxsiy chegarasidan o'tayaptimi yoki qanaqadir mazax qilishi mumkin yo boshqa bo'layaptimi, o'zini himoya qila oladi. O'ziga ishonchi bor odam o'zini himoya qila oladi. Bu katta hayotda, umuman universitet, boshqa ishlarda, har qanday vaziyatda katta ahamiyatga ega. Muskullar, rivojlanish. Xo'sh. Va yana nimalar haqida aytib o'tmoqchimanki, vaqt shunday ham o'tib ketaveradi. Biz trenirovka qilsak ham, shug'ullanib, yaxshi qomatga ega bo'lib, kuchli inson bo'lsak ham, hayotimiz shunday 24 soat o'tib ketaveradi bir kunimiz. Shug'ullanmasak ham o'tadi. Kitob o'qisak ham o'tadi, o'qimasak ham o'tadi. Ya'ni juda oddiy formula. Hayot shunchaki ham o'tib ketaveradi bir kunimiz. Ya'ni yaqin insonlarimizga telefon qilib hol-ahvol so'rasak ham o'tadi. Hech kim bilan so'rashmasdan xo'mrayib yursak ham hayot o'tadi. Biror bir yangi qobiliyatlar, yangi ko'nikmalarni o'rgansak ham hayotimiz shunchaki o'taveradi. O'rganmasak ham o'taveradi. Shunaqa boy bo'lsak ham o'tadi, kambag'al bo'lsak ham o'tadi, qiynalib ham o'tadi yoki mazza qilib, chiroyli hayot kechirish bilan ham o'tib ketaveradi bir kunimiz. Shuni oddiygina formulani tushunib yetishimiz kerak. Buni sportga nima aloqasi bor deyishlar mumkin. Bu barcha narsaga tushadi. Har bir narsaga, hayotiga nima kelsa, shunga rivojlanish ga tushadi. Shunaqa 24 soatni chiroyliroq, foydaliroq narsaga sarflashga harakat qilishligimiz kerak. Meni o'zim harakat qilaman doimo. Bir kunimda hech bo'lmaganda 20 daqiqa, uzoq 1 soat sport bilan shug'ullanishlikka va o'z ustimda ishlashlikka, kitob o'qishlikka yoki o'zimni soham bo'yicha rivojlanishlikka harakat qilaman. Har bir mana shu kanalimni kuzatayotgan yangi kuzatuvchilar yoki eskidan meni kuzatib keladigan barcha obunachilar shuni o'ziga savol berishligimiz kerakki, men 24 soatimni qanday qilib foydali, kerakli narsalarga sarflay olaman. Hayot shunchaki o'tib ketaverar ekan, biz o'qimasak ham, o'qisak ham, mazza qilib, kayf safoga berilib yashasak ham kunimiz o'taveradi. Sport bilan shug'ullansak ham, shug'ullanmasak ham o'taveradi. Tanlov o'sha mana shu ikki narsa o'rtasidagi tanlov bizga berilgan. O'zimiz tanlash huquqiga egamiz. Qo'pol qilib aytganda tanlash huquqiga egamiz. Shuni kunimizda tanlashimiz kerak. Bir kunda nimalar o'zimga foydali ishlar qilyapman, foydali narsalar qildim yoki qanchalik yaqinlarimga g'amxo'rlik qilyapman yoki maqsadim sari qanday harakatlar qildim bugun. Shu savollarni o'ziga berishlik kerak va birinchi o'rinda mana shu sportni yaxshiroq ushlash kerak, kuchliroq bo'lishlik kerak, muskulliroq bo'lishlik kerak, kattaroq bo'lishlik kerak. Bu hammasi insonni o'sha sog'liq chegarasi doirasida bo'lishlik kerak. Professional sport bo'lsa, ya'ni biror bir sport bo'yicha siz professional shug'ullanayotgan bo'lsangiz yoki shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, bu sog'liq haqida emas bu. Ya'ni professional degani bu sog'liqdan yiroqda bo'ladigan narsalar. Shunaqa, bunga juda ko'p misollar keltirsak bo'ladi. Bodybuilding bo'yicha Ronnie Coleman'ni bilsak, u o'z davrida juda katta muskul va eng figurniy muskulga ega bo'lgan, hozirgi holatini ko'rishingiz mumkin. Bu boksda Muhammad Ali o'zini davrida qanday tez
qanday kuchli bo'lgan va hozirda ko'rishinglar mumkin. Shunaqa. Professional sport bu sog'liq haqida emas. Sport bilan shunday shug'ullanish kerakki, meni fikrimcha sog'liq doirasida. Unaqa shunchalik katta bo'lib ketaman yoki tez natijaga erishaman deb qanaqadir qo'shimcha nosog'lom narsalardan, dorilardan yoki tabletka yokida ukol, hozir farmakologiya ko'p rivojlanyapti shu bodybuilding bo'yicha. Ko'p kuzatyapman internetlar orqali mana shunaqa. Ko'p ertaroq, tezroq natijaga erishaman deb mana shunaqa qilyapti. Bu sog'liq haqida emas, bu umuman sog'liqdan uzoqda bo'lgan narsa. Hozirchalik bu katta ko'rsatadi, chiroyliroq bo'ladi, o'zingizni zo'r his qilasiz, lekin keyin o'z natijasini beradi. Hozir 20 yoshda biz qilayotgan ishlar, biz qilayotgan odatlarimiz 30-40 yoshda o'z samarasini ko'rsatadi. Buni menga dadam har doim ta'kidlab keladi. Sog'lom ovqatlanish kerak, sport bilan shug'ullanishlik kerak va o'z ishingni zo'r qilib bajarishing kerak. Ya'ni sen sohang qaysi, nima sohada ketyapsan, nima ish qilyapsan, shu ishingni zo'r qilib bajarishliging kerak va o'sha 30-40 yoshga yetganda insonda o'zini effektini, natijasini beradi. Ya'ni 20 yoshda noto'g'ri ovqatlanib, qanaqadir nosog'lom ovqatlarni yeb, fast food, boshqa narsalarni yeb, o'zini o'sha ochligini bossa, keyin 30-40 yoshda qanaqadir kasalliklar, har xil kasalliklar, diabetlar, boshqa kasalliklarni keltirib chiqaradi. Va lekin aksincha bo'lsa, natija ham aksincha shunga yarasha bo'ladi. Shunaqa. Xo'sh, muskulli bo'linglar, kuchli bo'linglar va sog'lom bo'linglar. Yigit kishilarga, erkak kishilarga, ya'ni o'zining yoshim atrofidagi 20-25 yoshdagi tengdoshlarimga, ukalarimga maslahatim shu: sog' bo'linglar. Orqamdan mashinalar o'tyapti. Menda yonimda svetofor bor bu tarafda. Svetofor qizil yonganda to'xtab, odamlar qarab o'tib ketyapti. Men bu odamlar nima deydi degan gapni miyamdan chiqarib olishlikka, o'ylamaslikka harakat qilyapman. Shu bo'yicha mana bitta yutuqqa erishdim. Ya'ni men umuman mana shu odamlar oldida, mana oldimdan yo'lak bor, yo'lakdan odamlar o'tyapti. Shundan qo'rquvimni yenga oldim. Yana bir yutuqqa erishdim deb ayta olaman. Sog' bo'linglar. Keyingi video kontentlarda ko'rishguncha men birga qolinglar biz bilan.